Assalomu alaykum. Bizni musofir yurtdan kuzatayotgan obunachilarimiz Hikmat Travel'da qanaqa yangiliklar bo'lyapti? Videolaringda aytadilar, ya'ni xudo xolasa kanaliga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib kuzatasizlar deganlaring uchun sizlar kanallaringga obuna bo'lib qo'yganman. Qanaqa yangiliklar bo'lyapti o'zi Hikmat Travel'da? 14 kun umra safari ichiga o'zi nimalar kiradi, narxlari qancha? Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bizni kanalimizda yangi bo'lsalaring, yangi kuzatayotgan bo'lsalaring, bizga obuna bo'lib, like'larni bosib qo'ysalaring, xudo xolasa videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalar Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumotlarni olamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz endi musofir yurtdan kuzatayotgan obunachilarimiz bu 14 kunlik umra safari o'z ichiga nimalar kiradi ekan, narxlari qanaqa bo'lyapti, musofir yurtdan turib qanday qilib joylarni bron qilishlari mumkin, hammasini aka to'liq qilib ma'lumotlarni bersangiz. Xo'p bo'ladi. Toshkent yo'nalishimiz bo'yicha kunlaridan boshlaymiz. Kunlari qaysi kunlar reyslarimiz bor deydigan obunachilarimiz uchun 9-avgust kuni, 12-avgust va 15-avgust, 19-avgust, 22-avgust, 26-avgust, 29-avgust kunlari Toshkentdan reyslarimiz bor, xudo xolasa. Bemalol aloqaga chiqinglar. Buni narxini $925 qilib beramiz. Toshkent reyslarimizning narxini. Xo'p, Farg'ona Madina reyslarimizni kunlari 12-avgust, 19-avgust, 26-avgust. Buni narxini $975 qilib beramiz. Namangan Madina reyslarimiz ham bor. Bularning kunlari 12-avgust, 19-avgust, 26-avgust. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, sharoitlaring qanaqa deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastitsamiz uzoqligi, xo'p, Makka Mukarramada Sama al-Misk 800 metr gastitsamiz, ikkinchisi Darbunyan 2,5 kilometr. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'shanga tushasizlar. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari 50 boshi billa borib, billa kelishadi. Firma tomonidan kamza so'mka bejik beriladi. Qaytilayotganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimizni xohlasangiz rasmiy ofislarimizga kelib to'lovlarni amalga oshiringlar. Ofislarimiz joylashgan manzillari Toshkent, Andijon, Farg'onada bor. Yo, bizga uzoqlik qiladi deydigan obunachilarimiz uchun onlayn joylarni bron qilsalaring ham bo'ladi. Xo'p, shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Qolganini o'zimiz tushuntiramiz. Rasmiy hisob raqamlarini beramiz. Bank orqali to'lovni qilib, jindaykina zakolat tashlab berasizlar. Qolganini aeroportda berishlaring mumkin, xudo xolasa hisob-kitobni. Agar videoda kamchilik bo'lgan bo'lsa, bir narsani to'liq tushuntira olmagan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Bemalol telefon qilsalaring, qolganini chiroyli qilib tushuntirib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.